أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال: التراويح سنة مؤكدة. Nafl namazlar babida sunna muakkada namazlar qatorida tarovihni sanadi. Chunki shu tarovih namozi nafl namozlarning bir turi. Sunnat muakkada udu tarovih namozining hukmiga kirib ketdi. Nima? Biz oldindan ta'rif qilishimiz lozim. Tarovih namozi nimadan iborat? Buni to'lib o'tishimiz lozim. Tarovih jam'u tarviha. Tarviha degan bir qatim aramalash degan bo'ldi. Araliqda bir qatimdan aramalab o'qiladigan nafl namozlar degan ma'noda. Nima uchun shunday atalgan? Chunki sahaba va tabiinlar shu namozni o'qigan chaqda, shu qiyamul layl deydi. Qiyamul laylni o'qigan chaqda uzun turib o'qiydi. Ruku sajdani uzun qilibdi. Shunda o'qib 4 rakatni bir o'qib bo'lgandan keyin ariliqda bir damal o'tibdi. Aramal o'tdi. Tarviha, ya'ni ism marra bu. Bir aramal o'tdi. Ariliqda bir aramal o'tibdi. Ondan yana 4 rakat o'qib, yana bir aram olibdi. Undan keyin 3 rakat o'qiydi. Yoki keyingi vaqtlarda 20 rakat o'qigan. Vitrni 3 rakat qilsa 23 rakat bo'libdi. Undan keyin tarovihning mushunda atilishligi sabab shu. Istiloh ma'nosi salatul qiyam fi shahr Ramazon desa bo'ldi. İmam Nawawi rahmetullah alayh vel muradu bi qiyam Ramazon salatut tarovih degan Müslimning sharhida. Mushq salat tarovih nereden kelgansa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam men qama Ramazona imanan va ihtisaban g'ufira lahu ma taqaddama min zambi degan bo'g'ashqa mushq qiyamul layl arliqda shunda jamoatlab o'qib arliqda aramalgan bo'g'ashqa tarovih deb atalgan. Tarovih namozi yo'l qo'yilgan namoz. Bunda olimlar asosan ittifoq. Tarovih namozida bir namoz bor. İslam ümmeti bununla icma kelgan. Qachon yo'l qo'yilgan desa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kecha namoz o'qiydi. Ba'zi qarashlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning haqqida kecha namoz o'qish vojib. Qumil layla illa qalila. Shama va minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Nafila degan, nafil degan bo'lishi mumkin. Farzlarga ortiq holatda sen vojib qilindi degan ma'no bo'lishi mumkin. Rasulullohning haqqida vojibdir degan qarash bor. Ana shu masjidda jamoat ulab bunda o'qish qachon yo'l qo'yilgan desa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning vafot bo'lgan yildan 1 yil ilgari yo'l qo'yilgan. Ya'ni Rasulullohning oxirgi umrida yo'l qo'yilgan desak bo'ldi. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ramazon kechalarining birida masjidga chiqib namoz o'qidi. Bir nechalar shu masjidda bor kishilardan bir nechalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ixtiyor qilib namoz o'qidi. Sanatgan chaqda bular biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechada bunda tahajjudni birga o'qidik deb boshqalarga degandan keyin boshqani anglab ikkinchisi jiqroq adam keldi. Uchinchisi jiqroq adam keldi. To'rtinchisi bo'lgan chaqda masjidga jamoat qatmay qoldi. Hatta xaraja li salati subh. Anda tong atgan chaqda kecha namoz o'qidi. Tong atgan chaqda bomdodga chiqdi. Falamma qadal fajra bomdan o'qib bo'lgandan keyin aqbalanan nas jamoat yuzini turib fatashahhada thumma qala shahadat keltirgandan keyin so'zlab amma ba'du maqsad kelsak fa innahu lam yakhfa alayya makanakum. Sizning o'shunda yaxshilik qilishmanlik qilib kecha namoz o'qishdan bilan to'liq kelganinglar menga ma'lum, men bilib turdim. Lakinni khashitu an tufrada alaykum fata'jazu anha. Lekin izchilda qilsanglar, bilan qatnashib shunda o'qib kelsanglar, sizga farz qilinib ketishdan ansirdim. Farz bo'lib ketib qolsa, keyin sizlar bo'lolmay qolasizlar degan. Muttafaqun alayhi hadis.
Muş hadisdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oxirgi hayotida bo'lgan ishga chiqdi. Undan keyin masalan, ya unda bo'ldi, bunda ahvol bo'ldi degan bir rivoyat kelmagan. Lekin bu oxirgi umrida bo'lgan ishni ko'rsatdi. Yana bir tarafdan birinchi, ikkinchi, uchinchi kechalarda ba'zi kishilar keldi-ku. Yani ko'p kishilar kelmadi. Bundan avvaldan kelish kerakdi degan nima ish bo'lmadi ekan. Buning shunda ixtiyoriy o'qidigan namozda qilishdi. Yana bir tarafdan masjidda jamoat bo'lib o'qishni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zi yo'l qo'ygan bo'ldi. Nima? Faqat zamanda farz bo'lib qilishi yoki kishilar zamonning o'tishi bilan hammadan masjidga chiqib izchilda o'qib mangsa, ba'zi kishilar bu farz namoz deb o'ylab qolib, manda bir xato tushunish bo'lib qilishi yoki Alloh taolo farz qilib o'tay deb farz qilinib ketishidan ansirdim demoqchi. Shunga masjidda jamoat bo'lib o'qishni to'xtatib qo'ygan. Yani bu kitapta taravih namazının hükmü üstüde sünnetun muakkada deb to'xtaldi. Sünnet muakkada ekanligining dalili kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yuraghibu fi qiyam Ramadana min g'ayri an ya'murahum fihi bi'azima fayaqulu man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi muttafaqun alayhi. Yana mush namozning sunnat ekanligiga ijmo baliqini Imom Navoiy va San'aniylar ijmoni naql qilgan. Lekin bu sunnat muakkada ekanligida asosan ulamolar o'tirda ixtilof yo'q. Sunnat muakkadaning daliliga maktabda bayon qilgan hadis li'anna an-nabiy sallallohu alayhi vasallam aqamaha fi ba'd al-layali shu 4 kecha o'qidi masjidda. وبين العذر في ترك المواظبة. İzchil masjidda o'qimaslikqa uzrsini bayon qildi. Farz bo'lib ketishdan ansirash deb. Va huwa khashiyatu an tuktaba alayna. Albatta uyda o'qigan, Rasululloh uyda o'qigan. Lekin masjidda davomlashtirib o'qimagan. وواظب عليها الخلفاء الراشدون وجميع المسلمين من زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى يومنا هذا. Hazreti Ömer'nin zamanından başlap Raşid halifeler Osman ve Ali radıyallahu anhum ve barlık Müslümanlar cemaati ta bugünümüze kadar muş namazı okup gelgen. Yani biz niyat deyimiz Resulullah'ın zamanında aşına okudu. Kim kişiler Resulullah'a ıhtiyar kılıp okumagan bolsa mu? Yalğız bunda okup gelgen bolsun ki. Çünkü hadiste men kâme Ramazan imanen ve ihtisaben gufira lahu ma taqaddama min zembi. Belki cemaat yoki yalğız olab okup gelgen bolsun ki. Çünkü Hazreti Ömer'nin hadisinde Hazreti Ömer bir gün Ramazan'ın üstüne mescid çıkıp karısa kişiler çeçilip namaz okuyatkan. Veya tövbe şeylen bir imam ihtida qilib, ya da bireylen yalğız ayarı işkeylen birisiga ihtida qilib, ya bir yada neçe cemaatlar ya yalğız bunda o'qiyotganligini ko'rib, keyin bularni men bir imomning keyinda jamlasam yaxshi bo'ladi deb o'yladi. Keyin keskin qaror kelib, Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu keyiniga hammadan to'plab bir cemaat bo'lib o'qishga buyurgan. Demak, ashadisda Hazrat Umar chiqqan chaqda kishilar qiyam Ramazonni o'qiyotdi. Ba'zida cemaat bo'lib, ba'zi yolg'iz, ashuna ixtiyoriy holatda o'qiyotgan. Lekin Hazrat Umarning zamonida emas, balki Abu Bakrning zamonida unda o'qib kelgan bo'lishi mumkin. Rasulullohning zamonida, Abu Bakrning zamonida ixtiyoriy yolg'iz va cemaat bo'lib o'qib kelgan. Lekin bir jamoat shaklda unda o'qimagan. Rasululloh 4 kecha o'qigandan keyin bir imom iqtido qilib, bir jamoat bo'lib unda o'qimagan. Hazrat Umarning zamoniga kelgan chaqda ondan Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu keyiniga jamlagan. قال صلى الله عليه وسلم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. Yani bu merfu değilse lekin sahih. Bu gene mevkuf hadis. Yani sahabe-i kiramның sözü. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh'ın sözü. Niyadanda Hulafa Raşidun ve sahabe-i kiramlar ve onunki Müslümanlar cemaati bunda qilib kelgan degan taqdirda, unda ilgari qilinmadi degan taqdirda hani ma eserini delil qilish bo'ldi. Lekin biz burun qaytsak Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 4 kecha o'qidik. Rasululloh qilganligi sabit bo'lgan ekan, Umarul Muslimin Hasan deyishga hojatisiz. Yani bunu delil qilish hojatisiz. Biri Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zi qilgan jamoat namoz o'qib 4 kecha bu sunnatni ko'rsatdi. İkincisi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisida alaykum bi sunnati ve sunnetul hulafa'ir raşidin el mehdiyine min ba'di addu aleyha bin nevaciz degandek bunda rivoyat bor. Ama onun için
Resulullah'ın sözü arkalıkmı? Bu yana Hulafâ Raşid'in icma qilib yoki shu chaqda yo'l qo'ygan ishlari sunnat qatori o'tib ketadi. Nahotki mavquf hadisga ehtiyoj yo'q aslida. وروى أسد بن عمرو عن أبي يوسف رحمه الله قال سألت أبا حنيفة رحمه الله عن التراويح وما فعله عمر. أبو يوسف أستاذدن سرابته. Taravih hakkında ve Hazreti Ömer'nin kıygan şeyh Hazreti Ömer bütün cemaatini birlik keltirip bir imamın kendine julgan. فقال الإمام أبو حنيفة التراويح سنة مؤكدة ولم يتخرسه عمر من تلقاء نفسه. Taravih sünnet muakkede namaz. Ömer onu özünün yeniden payda kılınmagan. وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مُبْتَدِعًا. Bunda yeniden bir işin payda kılıbağışı emesti. وَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ إِلَّا عَنْ أَصْلٍ لَدَيْهِ وَعَهْدٍ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer'nin kolu da ma'lum bir asas bo'lg'achqa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning topshiriqi bo'lg'achqa shunda o'qishga buyurgan. Gerçi aralıkta cemaat olab o'qish Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zamonidagi farz olab qilishdan ansirashdan kelib chiqqan bo'lsa-mu, lekin keyin u xavf, ya'ni Rasulullohning vafotidan keyin u xavf yo'qolgandan keyin, chunki vahiy to'xtagandan keyin yangidan farz olab shu ish bo'lmagandan keyin xavf tugagandan keyin asli relisqa tushdi Hazrat Umar. وَلَقَدْ سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ هَذَا. Nahotki Rasulullah dinkin aşında to'xtab qolgan bo'lsa, Hazrat Umar Rasulullahning sunnatini ahya qildi deymiz. Yanada yo'l qo'ydi emas. Ma'lum sabablar tufaylidan to'xtab qo'ygan sunnatni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatini Hazrat Umar asli keltirdi. yoki ahya qildi. Va jama'an nas ala Ubay ibn Ka'b fa sallaha jama'atan. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhuning imomatchiligida butun jamoatni bir jamoat qilib o'qitdi tarovihni. Va sahabatu mutawafirun. Shu so'rinda sahoba kiramlarning nurg'ini, muhojir ansarlarning nurg'ini batdi, hayotdi. Ularning ichida Osman va Ali va ibn Mas'ud va al-Abbas va ibnuhu, ya'ni Abdullah ibn Abbas va Talha va Zubayr va Muad va Ubay va g'ayruhum min al-muhajirin wal ansar. Aşu katsabın amısı var, başı nurgun muhacir al-ansarlar var. Ve ma radda aleyhi vahidun minhum. Ulardan biri mi? Ömer'e reddiye vermegen. Sen yana iş payda kıldın, Resulullah kılmağa işini kılamtın da tanqilmegen. İtiraz bildirmegen. Bel sa'aduhu ve vafaquhu ve emaru bidalik. Belki de onun enderleşip, onunla makul gelip, aşında okuşu buyurgan. Mana Ömer radıyallahu anh'ın hadisi an Abdurrahman ibn Abd al-Qari kharajtu ma Ömer ibn al-Khattab radıyallahu anhu leyleten fi Ramazan ila al-masjid fa idha an-nas awza'un mutafarriqun yusalli ar-rajulu li nafsihi wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salatihi ar-rahd. فقال عمر رضي الله عنه إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم إلى أبي بن كعب رضي الله عنه ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. فقال عمر نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. يريد آخر الليل. Yani kişinin dastıfıda namaz okuşu başlatırken. Peki Hazreti Ömer kişinin dastıfıda namaz okup ahırda ıslığından Afgan çağda namaz okup kişinin dastıfıda uxlığını yaxşıttı. Sulusul leyl ahir da uxlığını yaxşıttı. Demektir. Ve kânen nâsu yakûmûne evvelehu. Şu çağda kişiler, cemaat kişinin dastıfıda yani kutannikilam taravihni okuyuttı. Peki Hazreti Ömer aslında kechiktirib sulusul leyl ahirga tatib o'qisa yaxşıttı. Lekin hamda cemaatlar o'qiydigan namoz olgan ekan, hammaylar uxlab qolmay, saqlab turalishi ta'sir olgan ekan, dastıfıda o'qiyotgan bo'lsin mumkin. Bundan keyin na'imatul bid'atu hadihi degan, bu bid'at degan so'z orliqda qilinmay, Hazreti Ömerning zamonida bir yangilik bo'lgandek o'tirib chiqqan bo'lg'achqa, ama yangi ish ajab yaxshi bo'ldi degan ma'no. Lekin Rasulullohning sunnatiga xilof yoki dinda yangi boshlardan paydo qilingan bir ibodat degan ma'noda emas. Qala va sunnatu iqamatuha bi jama'atin lakin ala al-kifaya. Sunna muakkada, taravihning o'zi sunna muakkada. Mushrikning sunnati qoidasi jamoat bilan o'qish. Ramazonda jamoat bilan o'qish. Chunki taravih namozi Ramazon xos qilib
Ramazonda qiyamul jamoat bilan o'qish sunnat, lekin alal kifoya. Ya'ni sunnat kifoya demak. Xuddi farz kifoya bor bizda. Farz kifoya emasdan, "Iza qama bihil ba'd saqata anil baqin." Lekin hammadan tarqib qolishi hammadan gunohkor bo'ldi. Az bir qism qilmasa hammadan gunohkor bo'ldi. Sunnat kifoya degan bir qism kishilar shu mahalda masalan bir qism kishilar masjidga chiqib namoz o'qib tursa tarovih namozini, boshqa chiqmasinmi shu sunnat ado bo'ldi. Boshqalar o sunnatni tark qilganda ayblanmaydi. Lekin bir guruh kishi shu mahalda masjidga chiqib o'qimasa, masjidlarda faqat o'qimaydigan bo'lib ketsa, shu mahaldagi hammalar sunnatni tark qilgan bo'ldi. Bu chog'da yaxshi qilmagan bo'ldim. Masjidga chiqmagandan shu uyda o'qish kerak. Yo'q, ixtiyoriy. Ya, çünkü sunnatning tarifi muakkada bo'lgan ekan, yulam va yu'atab dedik biz. Nerede asa'u deb qo'ydi. Yaxshi qilmagan bo'ldi. Taptana malomatga duchor bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning iztil qilib kelgan ishini qilmagandek bo'ldi demak. Qancha kishini oxirida o'qilgan? Xaraja min jawfil layl deb kelgan. Kechada chiqdi degan. Kechada dasturga chiqdimi? Albatta bu yerimidan oshgan chog'li bo'lishi mumkin. Jawfil layl bo'lgan. Falau tarakaha ahlu masjidin asa'u. Bir mahalda bir masjid var. Şu masjidda faqat tarovih o'qimadan bo'lib qolsa, shu mahaldagi hamma xalq yaxshi qilmagan bo'ldi. Sunnatni tark qilib ketgan bo'ldi. Va in takhallafa anil jamoati afradun sallu fi manazilihim. Jamoatdan ba'zi kishilar qap qilib uyda o'qisa, kelmasa jamoatga, ba'zi kishilar jamoat kelmay qolsa, ular uyda o'qiydi deydi. Yani nima uyda o'qiydi? Tarovihni, lekin xuttanni jamoat bilan o'qiydi. Xuttanni jamoat bilan o'qib, keyin tarovihni uyda o'qiydi. Sallu fi manazil, uyda o'qsa, jamoat bilan o'qimay tarovihni. Uyda o'qib qolsa ba'zilar masjidda o'qitadi, jamoat bor. Lekin ba'zilar uyga qaytib qolsa, uyda o'qib qolsa shu namozni lam yakunu musiin. Bu chog'da ularga hech qanday topamalamatmi kelmaydi. Chunki sunnati kifoya dedi hozir Hanafiy mazhabda. Endi bu shu namozni jamoat bilan masjidda o'qisinlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday o'qidi-ku. Hazrat Umar va Xulafa Rashidun shunday o'qidi. Nozil namozning sunnat qoidasi jamoat bilan o'qish, masjidda o'qish. Bu bir xil hamda qoidasi hisobida. Lekin uyda o'qishma afzal bo'lishi mumkin. Ba'zi tarafdan uyda o'qishma afzal bo'lishi mumkin. Hanafiy mazhabda Imom Muhammadmi yo Abu Yusufmi birsi uyda o'qigani afzal degan. Albatta jamoat o'qiyotdi masjidda. Lekin ba'zilar xalq qolsa uyda o'qigani afzal. Nima uchun? Chunki shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu 4-kechasi degan so'zda qad araftullazi ra'aytu min sani'ikum. Aynan bir rivoyatda lam yakhfa alayya makanakum dedi-ku. Aslida shunda ibodatga rismanligini men bildim. Fasallu ayyuhan nas fi buyutikum. Ey xaloyiq, jamoat endi uyingizda o'qinglar. Fa inna afdala as-salati salatul mar'i fi baytihi illa al-maktuba. Sanki Resulullah'ın masızı Türkçe cemaat bilan o'qigandan keyingi so'z olgan ekan, oxirgi buyruqi ma'vo demoqchi. Maqarashninki dalili. Yana mesela ayollarga nisbatan la tarna'u ima Allohi masajidalloh va buyutunna khayrul lahunna dedi. Yani Abu Dharr rivayet eden İmam Ahmad Müslim'de kelgan hadisda falamma kanat ath-thalithatu jama'a ahlahu wa nisa'ahu wan-nasa hatta khashina an yafutana al-falah. Yani so'rliq yemmay qolamizmi deb ansirdik. Yani so'rliq o'tib ketgidek darajada uzun namoz o'qidi demoqchi. Summa lam yaqum baqiyata shahr. Undan keyin 4 kecha o'qigan, 4 kecha o'qigandan keyin oyning qolgan qismida o masjidda namoz o'qimadi. Undan keyin uyda o'qidi degan gap chiqdi. Undan keyin uyda o'qish afzal degan gap chiqdi. Yana bir tarafdan li'annahu ab'adu 'anir riya. Farz namozni jamoat o'qidim men. Nafl namozni sunnatni qo'ldan bermaydigan shunda taqvodar yigitga ma'vo disun deb mala ko'ngilga bir riyoxurlik kelib qolmas uchun uyda hech kim ko'rmagan odat o'qig'ini eng ixlosli yaqin. Asa'u bilan farqi bor. Asimu degan birisini masalan kesak vanlar bizni qo'ysalar gunohkorlar. Lekin bunda muomala sal ko'ngli og'riydigan bir xil ehtimollik va qo'polroq bir muomala bir gap qashqabaz bir gap qo'ysalar bu asa. Ya'ni gunoh degan olmaydigan lekin yaxshi qilmadi mashina degandek.
Yani bunun misalları çıkan bizim turmuşumuzda mesela bazı bir oturup kopaş, bazı bir muamele işinde mantık yakışıklıdır. Lakin sen çatak kıldığında ya şot tatlı olmaydı ne? Ya bir narsa olmaydı. Ama yakışıklıdır değil de anlaşılan. Cemaatlar okumanmış o. Cemaatımızdaki yalğız okugandan cemaatinin okuğuna elbette bu izginleti derece farklı buldu. Bu amma çok tarzı mı aslında Ya karşı nümege mi buluş gerek? Yani sünnet mi? Ayında buluş gerek. Peki aslında cemaatla okuş tergib kılıngan namaz olsa, bak keyingi karaş kılının demek çoğuna, ya Resulullah başta cemaatla okugan bilen, uyanında okungan da, her namazdan keyin, nafil namazdan en yaxşı uyda okugan namaz diyendiken, uyda okuş afzal buldu demek. Lekin hozir Müslüman devletler qarash shu ish qilibdi shu tarovih yarash. Mesela Samarqandda bora shuni qiladi. Sen u yerda uyda o'qimadan uyda o'qib nasi qilib. Ya şu adamlarda hani bu mezhepteki muşkaraştı mı? Hemmeden uydu okusan gibi yok. Sünnet kifaya dedi. Yani çokum meslerde hemme de taravih okuş buluş gerek. Bazı adamlar şimdi hemme mesle okuluvattan çağda bir kansi uyda okupasa meyle çatak yok onun dedi. Sünnet kifaya geldiğinde mani şu o. Yani ayollarga nisbatan masjidga chiqib o'qishi, taravihni ayollarning masjidga o'qishi. Aslida ayollarninki nafl namozi erlarninki qaraganda texmi uyda o'qishi afzal. Faqatla ba'zi bir ahvolni ko'zda tutsak, masjidda o'qishi afzal bo'lishi mumkin. Masalan, uyda o'qiy desa, hurunlik qilib o'qimay tashlatilgan. Lekin masjidga chiqib qolsam himmat qilib, jamoatning hammalari avda chang turgandan keyin bu mo'ljallanib o'qib ketadigan bo'lib qolsa, haydakchi bo'lgan bo'lsa, yoki masjidda o'qigan chog'da taxminan qarinlar obdan qiroat qilib, obdan o'qisa, dili erib, xushudi turadigan bo'lib qolsa, masjidda o'qigan afzal. Yoki bizning diyorlarimizda, Misrdagi diyorlarimiz shunda, ayollar odatda va'z tabliğ nasihatdan jiroq, islom tarbiyasidan jiroq turib qoldi. Erler sohbetlik qatnashdi, vazirlik qatnashdi, so'rinlik qatnashdi. Ayollar uyda o'tirib qolgan ekan, bular islom tashviqotidan bahramand bo'lish uchun taravihning har orliqida tabliğ qilish ishlarim bo'ldi ba'zi masjidlarda. Ashunda foydalanish uchun chiqish yaxshi. Albatta, endi ruxsat qilgan ahol bo'lsa, ruxsat qilmagan bo'lsa, chiqmagan yaxshi. Lekin chiqqan taqdirda shar'iy kiyinishga diqqat qilish lozim. Yüzü girim qilib, bir atir chechib, yoki diqqatni tortgan ta yoki bir xil kiyimni kiyib chiqsa bo'lmaydi. O'chaqda men nafli ibodat qildim deb harom ishni ig'ir umigidasiyam. Buni ustiga bu tarovih chiqishdimi? Hozir shahar ko'chalarmisa kunduzda bo'lib ketdi. Burungi zamonda inson qorong'uda chiqsa, bir kimni ko'rmasligi mumkin. Hozir ham ochiq ashkar ko'rdi. Bundan ki yasanmay, etirçetmay, şer'i kiyim ölçümüne rağay kılan ahvalda başında vaaz tabliğ yoki namazını mescid okusa, taşma okup gidebildiğin bunda bir ahval bulup kalsa, şunu ruhsat. Şunu da mescid okusa afzal, olmasa uyda okuğuna afzal ayarlanın. Yani bana yukarıdaki bir hadiste biz bayan kılıp tuttuk. فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ جَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ وَالنَّاسَ. Şuradan ayarlarını mı cıgdı o? Ayarlarını mı cıgdı? Resulullah. Ondan önce ayarlarını katmıştı denge. Aynen bir hadiste لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ dedi. Özellik mesela haramdaki Allah'a karşı olduğunu hükümetin olmaştı. Mesela haramda bir şeyde, Ramazan şeyde de farklı. O'xshash. Chunki Rasululloh shu gapni degan joy dal aşı Haram-ı Nebaviydi. Aslında bo'lsa-mu Rasululloh uyda o'qisin degan. Ya'ni unda ko'z tutgan taraflar bor albatta. قال وينبغي أن يجتمع الناس في كل ليلة من شهر رمضان بعد العشاء فيصلي بهم إمامهم 5 ترويحات. Ramazan ayda her kechisi jamoat xuftandan yig'iladi. Xuftandan keyin bo'lsa uyga borib bir choy ichib, taradan ishlab kelamdi yoki xuftandan keyin davomlashtiramdi. Fikrga sunnatni o'qib olgandan keyin davomlashtiramdi, arliqni vazifalik qilib, undan keyin davomlashtiramdi. Chiqib buning boshlanishi shu jamoatning o'zining tutishiga bog'liq. Fa yusalli bihim imamuhum 5 tarwihat. 5 qatim aramalab taravih namozi o'qiydi dedi. Kullu terbihatin 4 rekat. Her bir katım aramılış bulduğun namaz 4 rekat.
Hadi şu aralıklı biz aramaldıgan aş namazını terviha da batal. Yani şu 4 rekat namaz bir terviha oldu. Nağanken 4 rekat namazdan 5 okuydu dedi. Yani 4 rekat bıraklam okumusunu 2 rekat 4 rekat oldu. Bu bir terviha aralıklı bir namaz oldu. Yani 2 rekat bir terviha aralıklı bir namaz bunda okup 4'ten 5 katın yani 20 rekat okuydu. Erba rekatın bir teslimeteyn. 4 rekatını 2 salam bilan. 2 rekatını 4 rekat okusa bir terviha oldu. Aralıklı bir aram oldu. 4 rekatdan keyin bir aram oldu. Yeclisu beyne kulli tervihatayni miqdara terviha. Her 4 rekat o'qib bo'lgandan keyin yana bir 4 rekat o'qish oralig'ida 4 rekat namoz o'quvchilik miqdorda aram oladi. Masalan, 4 rekat namozni 10 minutda o'qiydigan bo'lsa, 4 rekat o'qib bo'lgandan keyin 10 minut dam oladi. Va kaza ba'dal khamisa 5-chi 4 rekatdan keyin mo ashuna bir aram oladi. Thumma yutiru bihim andan az-jamaatga vitr o'qib turdi. هكذا صلى أبي رضي الله عنه بالصحابة رضي الله عنهم بالصحابة والتابعين دائما وهو عادة أهل الحرمين مشو إشكي هرم أهل من عادته أشولا أشوندا أصولda o'qigan. Lekin salatga agishliq Allah salatning qiyg'ashi musho demak. Hozir men diqqat qilsanglar, tarovihning rakat soni 20 rakat dedim hakikaten. Ha? 20 rekat. Hem şu adedi rekat-ı taravih meselesinde 8 okusun buldu. Ha? 20 okusun buldu. Ondan köp okusun buldu. Caizlik caiz. Çünkü hadisten şu keçide namaz okuş ve taat ibadet kılsan faziletli. Mesela men qama Ramadana imanen ve ihtisaben gufira lahu ma taqaddama min zembi. Bu hadiste men qama degan söz. Köpünce ahvalda keçide qiyamul layl okusa degan ma'noda bo'lishi mumkin. Ya ki kâme bit-ta'a buluşu mümkün. Namaz okusun, Kur'an okusun, zikir, istiğfar, tesbih etsin. Bu mu? El-kıyam bit-ta'a buluşu. Umum manasını 55. Haşrak manasını 55. Keçide kıyamında okusa diyen bu. Allah Teala işengen ve Allah Teala'dan savab ümit kıygan halette Ramazan keçileri namaz okuyan kişinin ilgiriki günahları mağfiret kılınıp ediyor. Elbette bu mağfiret kılınan günahlarının ki Sagair degenge berib muayyillish qildi ulamalarning o'zi. Gerçi hadislarda umum bo'lsa-mu, shunga munosabatlik nurg'un hadislar bor. Ashuni hammani ulamalar sagair mag'firat qilinadi, lekin kabair emas va boshqalarning haqqul abd nodari kirmaydi deb muayyillashtirdi. Ko'pchilik ulamalar. Demak, shu kishining fazilati shunda. Ana o'sha kishida qancha rakat o'qisa joiz. Keçi to'xtamay namoz o'qib chiqamdi ya bir qismida o'qimdi joiz. Lekin qaysi afzal yoki sunnat bo'lg'ini qaysi degan masalada ixtilof bor. Yani Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kechida o'qigan namozlar haqida kelgan hadislar 11 rakat, 13 rakat degandek aralıqlarda kelgan. Mesela şu Hazreti Ayşe radhiyallohu anhaning Sahih Buxoriyga hadisida kan yusalli arba'an la tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an la tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalathan. Jami 11 rakat dinga. Yani İbn Abbas radhiyallohu anhu'dan kelgan muttafaqun alayhi hadisda kana salatuhu 13 rak'a deb kelgan. Yani kechilik namozmi? Yani leyl muttafaqun alayhi bu. Bunun asasen ehli hadis ve bazı ulamalar, az-sallık ulamalar el-afdal 11 rekat yak 13 rekat degan. Keçide 11 ya 13. Yani bu 11 13'nin ki 8'e tahajjud namazı bolsa, qiyamul layl ya taravih bolsa, 11 degan taqdirda 3'i vitr oldu yoki 5'i vitr bo'ldi, ya ikkisi xuftanning ikkiga sunnati bo'lishi mumkin, ya bomdatning ikkiga sunnati bo'lishi mumkin. Endi ehtimollikli bor. Taravih 8 rakat bo'ldi, unda ortiq o'qimaymiz degan mishaldan chiqqan. 8 rakat sunnat degan mishaldan chiqqan. Aslida bu afzallikdagi gap. Yani Cumhur ulamalar 8'den köp degan. Mesela bularning işte ko'pchiligi 20 rakat. Hazreti Ömer sahabalar, muhacir ve ansarlar bor. Şu Mescid-i Nebaviyda Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu'ni imom qilib o'qitgan chog'da taravihni 20 rakat o'qigan. Yani Hazreti Ömer'ning şu chog'da ajda 20 rakat o'qiganligi sahih. Yani tekshirib kelsa sahih bu. Bundan manda desak bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnati 8 rakat, Xulafar Rashidinninki
12 rekat qıtıldı. Sünneti 8 ve sünnetul hulafar raşidin el mahdina min ba'di 12 20 ikisini tan qiling deb buyruq kelganlikdan 20 o'qish sunnat degaga ko'tarilgan bo'ladi. Zaman Rasulullohning so'zi bilan. Bu 20 rekat nima uchun sahoba kiramlar 20 rekat deb o'zgartgan? Rasululloh 8 o'qiydigan tursa, sahoba kiramlar Rasulullohning sunnatiga eng amal qiladigan zotlar turliq nima uchun 8 ni 20 ga o'zgartgan? Buning sababi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechida ashunda uzun namoz o'qiydi. Balki xuftanni o'qib, bir soat aramasılib, uningdan kechicha so'rliq qadar to'xtamay namoz o'qiydi. Yani 8 rekat degan bilan bunun 8 rekatdan 1 rekatida 20 rekat o'qib bo'lamiz. Mesela Türkiye'de bir imam 10 necha minutda 20 rekatni o'qib bo'ldi, rekord yaratdi. Hozir ham 8 rekat o'qish sunnat deb da'vo qilganlar, sunnatga amal qildik. Rasululloh 8 ni o'qigan deb da'vo qilganlar, buni ketkizib qo'ygan yerlarda 8 degan songa soldi. Lekin qanday 8 bu? Bu 8 ning sifati qanday deganga beparvolik qildi. Yani 8 lekin 8 olganda la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Mesela qiyamda Rasululloh uzun mesela o'tirib keyin ruku qilay degancha qo'l 30 oyat o'qiydi. Unda ilgari balki 100 ni o'qiyotgan bo'lishi mumkin. Lekin bir rekatda unda 2 pardin o'qib, unda rukusimi, sajdisimi, ikki sajdaning oraliqidagi o'tirishimi, qiyam turgandek unda uzun o'qiydi. Lazım onda tasavvur qilsanlar, kechida zar xuttanni o'qib ya shunda ta'dan bisab aramagandan keyin kechida uxlamay, to'xtamay o'qisanlar, unda Rasululloh o'qigandek 8 rekatni o'qiy olasizlar. Bo'lmasa Rasulullohning dal o'qigan shaklda sunnatni o'qiy olmaysizlar. Shunga bular 20 ni 8 ga tushirsa qulay bo'ldi ekan. Piyozni so'ygandek so'yib, ozgina binas qoldirganmiz, gachida yarim soat o'qildi ekanmiz, 8 ga qoldigan bilan sifat jihatdan Rasulullohning sunnatini tutmagan bo'ldi. Eğer sünnetga haqiqiy amal qildim deb bardashlik beralsan, Rasululloh o'qigandek sifatda 8 rekat o'qaman, ne uchun? Bo'lmasa, ashab-ı kiramdek o'zingni bil. O'zingni bil. Ashab-ı kiramlar başında taqvodor, ashunda Alloh taolo izzat ikrom qilgan zot turliq, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatiga amal qilgan turliq, buni o'zini bilib, o'zining ojizligini bilib, biz anda uzun turib olmaymiz. Shu qaysilab mesela bir rekatta 1 saat o'tirib o'qish bu bardash so'yga olmaydi. Lekin 1 saat ashnaga sanna olsak, faqat o'tirib qilib bundan qilsak o'qilib bo'ldi. Lekin 8 ni 20 ga qaysilagam. Lekin bu bardash qilish masalasi. Hozir bu 8 ning oralig'ida cho'ng farq bor. Shattana ma bayna 8ayn deymiz uni. Yak shattana ma bayna 8ikum ve 8 Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer'nin aşında 20 rekat o'qiganligi sahih kelgan. An Sa'ib ibn Yazid qala kanu yaqumuna ala ahdi Umar radhiyallohu anhu fi shahr Ramadan bi 20 rak'a wa in kanu la yaqra'una bil mi'in. 20 rekat degan nima? Sahoba kiramning o'qigani 20 rekatda, unda 100 oyatlik go'zallik surani o'qiydi bir rekatga demakchi. Yoki hech bo'lmasa 2 rekatga. وكانوا يتوكلون على عصيهم من شدة القيام في عهد عمر رضي الله عنه في رمضان. Demek 20 rekatni tez turib ketgan. Turib bulanmay, hasillarni tayinib turib ketgan. Buni Imom Bayhaqi rivoyat qilgan, Ali ibn al-Ja'd Musnadida rivoyat qilgan. Ana Imom Bayhaqi Sunan al-Kubrada Ali ibn al-Ja'd orqali من رواية وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه من شدة القيام وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم عدول ثقات. Elbette bu rivayetin karşı rijalları bir-birlep tekşirip çıktı, sahih çıktı. وقد صحح إسناد هذا الحديث غير واحد من الحفاظ منهم الإمام النووي في الخلاصة والمجموع. المجموع يعني كتابنا اسم الكتاب. المجموع شرح المهذب. İmam Şirazi'nin El-Muhaddab degan 2 mujalladli kitobi. İmam Navoiy rahmatullohi alayhi buni sharh yozib Al-Majmu' deb atagan. Lekin tamomlanmay o'lib ketgan. Keyin yana bir olim chiqib, uni tamomlanmagan. Yana bir olim chiqib, uni tamomlanmay 5 aylanma, 4 aylanma tamomladi. Shu majmu'ning bir qismi, İmam Navoiyning bir qismi boshqalarning. Ibn al-Iraqi fi tarh at-tathrib
الحافظ العراقي إحياء علوم الدين حديثاً تخرج قيغان حديث نسألهم والسيوطي في المصابيح وغيرهم ولا نعلم أن أحدا من أئمة أهل العلم من المتقدمين قد ضعفه الجركي حديث نسألهم براسه أزدماننا جمركات أقسم القرآن أعزب بقنماس يدبتونا وما ادعاه الألباني في رحمه الله من أن الشافعية قد ضعفه مستدلا بتصديره إياه برؤيا فوهم شيخ الألباني إمام شافعي مش روايتنا رؤيا ده صيغة التمريض ده رواية فيها إمام شافعي نظر ده عاجز إمام شافعي عاجز كان دبت كان شيخ الألباني بو أولغنا خطأ لأن الشافعي رحمه الله قد أخذ برواية 20 واستحبها إمام الشافعي يجيب ركعت أقش مستحب أشياء أوزال دب يجيب ركعتنا آغان وهو لا يأخذ بالحديث الضعيف أزاز كأمته لكن يجيب ركعت أقش أوزال دب كردان والمتقدمون كالشافعي وأضرابه لا يتقيدون بهذا المصطلح الذي تعارف عليه بعض المتأخرين يعني رؤية ديانا صيغة التمريض دايمز من دا سيدسنا رواد الجزم بلا من دا إنق دايمز زيادة اصطلاح لا إمام شافعي كين كاقا اصطلاح لا بواشقا إمام شافعي بو اصطلاح رأي قلش كريك ماس فهم يريدون الحديث الصحيح بصيغة التمريض في كتبهم يفعلون ذلك روما للاختصار قد نزاتوات مسكشن تستز خسارت ديشن عشان دا رؤية دبلم كتير دو روا فلان عن فلان دو جميدو دين وغالبا ما يفعلون ذلك إذا حذفوا السند وفي الأم للشافعي إمام شافعي الأم دين كتابه ويزنون كتابه شون كتاب وفي الأمة للشافعي رحمه الله أحاديث من هذا القبيل وهي في الصحيحين سين كاجسنا إمام شافعي رؤيا دب أكاجا يالرجق الأم دين كتاب ده وكذلك الإمام البغوي يريد في كتابه شرح السنة أحاديث مخرجة في الصحيحين بلفظة رؤيا إذا حذف السند ثم باشقا ابن أبي شيبة وسنن كتابلردا رواية خلنغان جيب ركعت أخرى عندك رواية الله خلبا إمام مالك عن يزيد بن رومان كان الناس يقومون في زمان عمر ب23 ركعة في رمضان وجاء في المدونة للإمام مالك المدونة إمام مالك نن سözlerine toplanan kitap İmam Suhnun İmam Malik'in yani bir şahit İbnül Kasım'dan sorab ma mesela İmam Malik ne deydi dese İmam İbnül Kasım cevap vergen. Lakin bu İmam Suhnun toplagan lekin köpünç cevabı İbnül Kasım ustazım İmam Malik bunda cevap verdi bunun gadab degan ve ustaz cevap vergen mesela öz cevap vergen. Malik'in mazhabı mühim kitap. İmam Malik tava kitapta رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم أش كتابتا أساس شو سحنون ابن القاسم سرايدو ابن القاسم جواب بردو إمام مالك من ده ديجان ده كم يرنه وزي طلقلا جواب بردو مش ده قال مالك يعني ابن القاسم من ده روايته قال مالك بعث إلي الأمير وأراد أن ينقص من قيام رمضان الذي كان يقومه الناس بالمدينة قال ابن القاسم وهو 39 ركعة بالوتر 36 ركعة والوتر 3 şu çağda İmam Malik'in zamanında Medine ahalisi teravihine 39 rekat okuyurken vitr 3 rekat teravih 36 rekat Kale Malik şu vali sal kıskartılıyor da dururken onu yaptı İmam Malik فنهيت أن ينقص من ذلك شيئا وقلت هذا ما أدركت الناس عليه وهو الأمر القديم الذي لم يزل الناس عليه İmam Malik bu biz ilgirki sebeplerimiz bunda kıtkagan özgürse bombayda çın tudum kemaytishga unumudum demek İmam Malik'in ilgirki sebep yani tabiiler değil 39 rekat kıtkagan 36 taravih şirket veter hem nimişim şu 36 rekat 39 rekat 20 rekat o'qish batishnaman 20 rekat o'qish bo'lgan ekan makkaliklar har bir tarbiya aram oldigan chaqda fursatni qo'ldirmay bir tavob qilib olgan aram olish vaqtida bir tavob qilib olgan tavob qilib olgan ekan madinaliklar unda qarab bu tavobning namozga o'xshash bir ibodat hamda tavobmi namozga o'xshash namoz darajasida endi rivoyatlar bor bo'lgan ekan biz oldin qilishmaylik ecrini qo'lga keltirishni bo'shtamaydi deb bizni Madina kabi bo'lmadi ekan
Bu yerda bir namazın savabı olan iken en yaxşı arlıqda namaz okuylar. Da muş arlıqni to'ldirgan namazlar. To'ldirgan iken bu 36 rakat bo'lib ketgan. 20 rakatning arliqiga 4 rakatni tiqib qolganmi? 16 rakat olanda, demak ish vaqtini 4 rakatdan to'liqlagan iken 36 rakat bo'lib ketdi. Mana قال الإمام البغوي في شرح السنة وأما أكثر أهل العلم فعلى 20 ركعة يروى ذلك عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأصحاب الرأي قال الشافعي وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون 20 ركعة لكن مكة مش 20 ركعة وقغلقنا بالماء كش وقتن تعتب من çoğu olsam aklım kelsem Mekke'de 20 rekat okuyorduk yani. Lakin yani şu salaf salihler 20 rekat yani sahabe ve tabi'in ibaret olan salaf salih 20 rekat okuyan. Hem yada İmam İbn Teymiyye'nin daha isli bir sözüne keltirip koyuptu. Ve caa fi fetava Şeyhülislam İbn Teymiyye rahimahullah أن قيام رمضان لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم فيه عددا معينا بل كان هو صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 13 ركعة لكن كان يطيل الركعات özellikle 8 rekat okuyordu yani 13 rekat ya 11 rekat dedi okuyordu lakin uzun okuyordu فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب رضي الله عنهما كان يصلي بهم 20 ركعة ثم يوتر بثلاث وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد من الركعات. لكن ركعت سان أوتوب قراءتنا سلق سقرتب دا سوزغم منه. لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعات الواحد. çünkü bir rekatna uzun okusa bulanmaydı. Lakin parçalap aşına okusa okuyalaydı o. ثم كان طائفة من السلف يقومون ب40 ركعة ويوترون بثلاث منه. 40 rekat okup 3 rekat vitr okuyalım battı. وآخرون قاموا ب36 وأوتروا بثلاث وهذا كله سائر. Muşun hemmisi kubul kılındıgan, itiraz bildirilmeydigan makbul işler edi. Kubul kıyıldıgan iş. Mana hakiki mana selefki vakillik kıldıgan imamның sözü. Ya o sünnet kılaptı, 8'i sünnet, başkası bid'at diyende gepmidi. فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين فإن كان فيما احتمال لطول القيام فالقيام ب10 ركعات وثلاث بعدها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره والأفضل بردش برالدغان أن نوچلو لقاسا رسول الله صلى الله عليه وسلم okuğandak 8 rekat ya 11 rekat bitirlen katıp başında 13 rekat ya 11 rekat okuğunda şu afzal وإن كانوا لا يحتملونه bulanmaydı olsa hazır kundikidek فالقيام ب20 هو الأفضل وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين فإنه وسط بين العشر وبين الأربعين وإن قام ب40 وغيرها جاز ذلك ولا يكره شيء من ذلك hiç kaçı mekruh olmaz 40 olsun 36 olsun 20 olsun وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدة مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد عليه ولا ينقص منه فقد أخطأ. Muhakkak alimin sözü. Nihayet insaf sözü. Gerçi hazır bu Şeyhülislam İbn Teymiyye nihayet aşkın ahlisini karşı çıkan bir ölümadek qarılavatkan bolsunmu? Minberlerde qarılavatı hazır. Endi qarılavatkan bolsunmu? Mana şunda isil ilmi söz kıldı. Sizin ahvalınıza bağlı. Sizin ahvalınızda boş bolsa الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. عند هذا 20 rekat tutup. Ana keyin anda hazır mesela yak 8 rekat tutup 20 rekat okuduğun Kur'an'ın 8 rekatını okup 13 gün taşıdığın dereceye yetti. Keyin anda 8 rekat çakkan okuyduğunlar şuna takvadır bulup düşün mümkün keyin zamanında. 20 rekatki derecelerin ortada icma Şu icma deyimizden. İcma diyen destini Ya bu anda icma sukuti. Buna kavli olup kalsa bu bakışı gidiyor. Lakin bu icma sukuti. Belki
Sahabe kiramızdan bazı 8 rekat okusak oldu digenlermi 20 rekat okusun mu onun bir etiraz bildirip kılga aşamaz. Talaş tarif kılga aşamaz. Maylamda Hazreti Ömer 20 rekat okun da okuyla diyenge. Buluş gerek. Çokum buluş gerek. Çünkü o çağda ihtiyarı okuyup da mesela Eyden nâse evzâ'ın yusallûn diye şu çağda bazı 8 rekat, bazı 10 rekat, bazı 15 rekat hâlıgan çok şu mümkün. Yani aşağıda 20 rekat okudu aralıkta tavuk kılışın ama. Ramazan ayında tavuk kıldı. Medinelikler bu bir faziletli kolunu keltirdi aralık namaz okuydu. Bizim şu an tesbih etdi. Subhanal Melikul Kuddus Subhane zil izzeti vel azameti vel kudreti vel kibriya vel cebrut Subbuhun Kuddusun Rabbuna ve Rabbul Melaiket ve Ruh La ilahe illallah Nestağfirullah Nes'elükel cennete ve na'udüke minen nar. Ana adım bu duanın mezmununda çatak yok. Sağlam dua. Mesela tesbih Subbuhun Kuddusun degan tesbihin bazı hadislerde kelgan. Duanın mezmununda çatak yok. Bir tesbih eti, istiğfar eti, dua kılış usulü. Yani bunun düşünüşümse bizim diyarımızda ulamalar. Yani Mekkelik'in o Kabe'si varken onu tavakkul yoktu, zikabı yok. Medinelik'ten mescide bir rekat namaz okusa, rekatga beraber olganlık fazilet varken o bizde yok. Yani biz nemiz kılamaz. Ya aramalar çay içip paranışıp ottağından biz tesbih eytayla, tesbihin ayet faziletine istep, şu tesbihini tanılan buluşun ki. Peki şuna bu ihtiyari iş. Tesbih okundu. Ya açık çay damlap işemdi. Mesela uykusu gelip kalım olsa. Ya ki kirep tarif yanılar çıkamdı, yüzünü çakılıp çıkamdı. Ya telefon kılıp ötüp mesela mumuşup oturamdı. Bu erken azal koyup iş. Bundan şu aralıkta Kur'an tilavet kılamdı. Tesbih eytamdı. Başka işlemde erken, ihtiyari, mubah daire. Yani tesbih etiş, bu mu yakşı iş? Yani bizim değerlimizde işimi yakşı bir tanlaş. Aralıkta Kur'an tilavet ve vazifelik kılış mesela. Bizim değerimizde vazifelik çekilayotgan bir ahval boğaçka. Bu şu terbiyede bir aralıkta aramalışta biz vazifelik kılıp İslam dinini kişiler yaxşı düşündürüş için teşvikat edip barayla dese bu münayet yaxşı iş. Nağın ki Resulullah aralık tebliğ kılmagan, Resulullah aralık tesbih etmegan bidat desek bulmaydı. İhtiyari iş bu. Biz adımında oturup tesbih etse şekillenmedi. Ya Kur'an okusa şekillenmedi. Şunga okşaş bu azab kırpırga iş. Şuna bazı onu bidatta çıkan. Bu tesbihine bidatta çıkan. Bidat desek bulmaydı. Ya hadiste kelgan Subbuhun Kuddusu Rabbuna ve Rabbul Melaiket ve Ruh degan tesbih hadis kelgan. Lekin bu vitrdan keyin deydigan, ya vitr deydigan bir boshqa bir nima kelgan. Ammo shu lafz bor. Ha mayli hadis kelmagan deydilar. Tiyari bir so'zni qurib, to'g'ri mazmunda tasbih etish joiz. Mesela hamda etishmi İmam Şafii rahmetullahi aleyh'in kelgan hamda etishimizda Şafii mazhabida eng afzal hamda etish usuli nima desam Elhamdülillahillezî la yuhmadu ala mekruhin siva. Yani bu niçin özel olarak kaldı? Yani bu belki hadis kelgan bo'lishi mumkin. Niçin özel olarak kaldı desam İmam Şafii rahmetullahi aleyh vafot bo'lib ketgandan keyin Şafii mazhabidagi ulamoning ba'zan tushuvchiga, ya shogirdlarining yoki saboqdoshlari, sabdoshlarining ulamoning tushiga kirgan İmam Şafii. Tushuvchigandan keyin Şafii, "Mada fa'alallohu bik?" Sen katta alimden İslam için şunda köprülerini koştan Allah Teala sen qanday bir mukofotni berdi nimalarga erishding deb so'ragan chaqda İmam Şafii biz hali jip ishlarimizni cho'ng'ilib ketganmiz ilm bilan shug'ullanib dinni yetkazimiz xizmat qildik kitob yozdik talibni yetishtirdik o'ylab ketganmiz u kishilarni ko'pincha hakimida faqat bunda bir hamda aytgan osh hamda Alloh taolo yaratdilar oshining foydasini ko'rdim degan ekan ulamalar Şafii mazhabiga ulamalar mana eng yaxshi hamda aytish usuli shu. İmam Şafii rahmetullahi aleyh'ga haqiqatan foydasi yetgan hamda aytish usuli olganki bu eng afzali shu deb qaragan. Yani bu ihtiyari o'zi bir iborani qurib hamda esa bo'laverdi. Tasbih esa bo'laverdi. Duo qilsa bo'laverdi. Yani uni bidat deyishning o'rni yo'q. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.